Salom salom bola. Sizlar bilan o'sha Faster Strong 11 kanali va bizlar boshladik. Bola, bugun bizlar o'sha va'da qilgan o'yinimizni o'ynayapmiz, ya'ni 2 olamda. Bola, ovoz sal zerikarli qoldi, chunki sal tamom bo'g'layapti. Shunga to'liq baqirib o'ynamayman. Mana Qodir ahmoq nigir ayol bo'lgan, makina mishini. Xo'sh, Qodir bos. Bu kim? Biz teleport bo'ldik. Voy, Mo. biz mana 2 olamdamiz. Agar bunday qilsak, bayram ko'rinmaydi. Ko'rinmayapti. Bu yerda hayvonlar spawneri bor ekan. Qodir. Haqqardam qochib berdin. Tushib ket. Men kuchayishni boshladim. Men esa yo'q. Sandiq. Bu yerda hech nima yo'q. Xo'sh. Bola, bugun bizlar ko'p gapirib o'ynayolmayapmiz, chunki sal nasriyni bo'lmayapti. O'zi videoni keyingi oy chiqarmoqchi edim. Mayli, hozir chiqarib qo'yay dedim Qodir bilan. Nishadim kutirib qo'ymayin dedim. Sizlar ham odamsizlar-ku. Bolalar, rahmat. 16 papchik bo'libdi. Qanimiz uchun katta voqea bu ham. Bizga shu ham katta gap. Sizlardan biz 20 ta kutamiz. 20 ta bo'lmaymiz ham. Chunki ko'plarimiz biz ko'rishmaydi. Chunki bizning videolarimiz uncha qiziqarli chiqmaydi. Tushunayapsanmi Qodir? Shuning uchun baqir gapir. Voy. Bu videomiz tezroq tugashiga chunki sal nasrini bo'lmayapti. Tezroq tugatay Qodir. Olam juda ham kichik. Rostdan ham bolalar 2 olam juda ham kichik. Uning boshi va oxiri bor. Menda daraxt tugadi. Mana baryer borga o'xshaydi. Narsalar ham tushmayapti pastga. Bu safar sal jimjitroq o'ynayapmizmi Qodir? Bilmadim. Chunki ular bizlarga obuna bo'lmayapti. Agar obuna bo'lishmasa, men hech qachon gapirmayman. Voy. Qonga tushib ketdim. Yo'q, bu mening joyim. Yo'q. O'lsam javob berasan. Menimcha Minecraftda bug bo'lyapti, qo'lmagan narsalar ham ko'rinmayapti. Toshim sendami, mendami?
Ay, yaramas. Xo'sh, nima qilamiz? Nima qilamiz? Nima qilamiz? Bu bizning musiqa. Juda ham kulgili. Hozir boramiz. Har xil ovozlar chiqdi. Bizni kechiringlar. Bizning bu o'yindan maqsadimiz shunchaki olmosli narsalar qilish. Tugadi, agar biz olmosli narsalarni qilib bo'lsak, bu o'yinni yutgan bo'lamiz o'zimiz uchun. Yo'q, bizning maqsadimiz bo'ynasini hamma olmoslarni olish va bu yerni umuman yo'q qilish. Senga skelet hujum qilmoqda, to'g'rimi? Yaramas skelet ekan. Shunchalik o'ynashni bilmaysanmi? Voy, men qaydaman? Men serverda yutib chiqqanman. Odamlarni yo'q qilib. Men o'zi qayerdaman? O'zing tashqarisida paydo bo'ldim shekilli. Yo'q, iltimos. Yo'q. Yana o'ldim. Va nihoyat, qani boshladik yana. Qaytadan. Namuncha mollar ko'p bu yerda. O'ynab ham bo'lmaydi. Naslam shu yerdami? Naslarim qani? Naslarimni qaytar tezda. Qaysi biri seniki, qaysi biri meniki? Men bilmayman. Tezda qaytar deyapman men senga. Chiqib ketdi menda. Nima? Qanday O'yindan qilib? chiqib ketdi. Men bu yerda qanday chiqaman bu yerdan? Voy dod. Voy, salgina xat. Xo'sh bo'ldi. Ozgina to'xtab qoldik, shuning uchun yana boshlayapmiz. Mana. Qoda o'yin chiqib ketdi, shuning uchun bir nimalar qilib zo'rg'a to'g'irladik. Mana men tepadan tushdim hozir. Hozir esa men olmos topdim ozgina bo'lsa ham. Mayli, zil qolmasligi uchun yana ozgina o'ynaymiz. Do'stlar, Minecraft'imga bug bo'lgan shekilli. Buni bir tozalab yana boshdan olish kerak. Mana hozir yana boshlayapmiz. Xo'sh, yana picha olmoqimiz kerak. Keyin hammasi tayyor bo'ladi. Qodir, nima o'ylaysan, bu yerdan nayzaga borib bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Axir bu yerda har xil narsalar bor-ku. Tasodifan chiqishi mumkin hamma narsa. Men lasuzit topdim. Tagidan spawner. Voy, yaramaslar. Urushyapti. Yaramaslar. O'l hammang, o'l. Sen Ender Dragon'ni joyini topdingmi? Ha? Bunday bo'lishini bilmagandim bu yerda. Men esa mana qanotlar hammasini topdim.
kerak emas narsalarimni sandiqqa solib bu yerda enchanted booklar bor ekan. Seni ham chiqdimi? Ushtagan olmasini shunchaki qilch yasamsan bo'lmasmidi? Xo'sh, bu yerda creeper kallasi. Men ko'proq skelettniki yoqadi. Almas topdim. Bu yerda almas topish judayam qiyin emas, oson. Shunchaki ketaversan va albatta almas chiqadi. Tezroq almasli brenda qolsak bir kishiga shunda o'yin tugatamiz. Kimga qilamiz? Bilmayman. Menga qilamiz. 10 ta enderman barret. Va yana toplar. Obsidianni temir kirka bilan sindirib bo'ladimi? Albatta. Yo'q. Unga faqat almas yoki nezerit kerak. Nezeritga esa hali bizga ancha bor. Menimcha tepamda sahro. Anvil bilan sehrlagich narsani topdim. Anvil topdim yaxshi, men esa almaslarni topdim. Xo'sh, yana almas. Men lavayam topdim. Lava, obsidian kavla, almasing bo'lsa albatta. Musiqa disklari kerak emas. Kerak narsa yo'q. Lasuzitning oldida oltin yoki temir ko'p chiqar ekan. Albatta. Meni juda ham ko'p oltin bor. Temir ham. Yana olmas va zumrad. Minecraft'da zumrad topish juda ham qiyin. Menda esa chiqdi. Yaqinda oxiriga yetsam kerak. O yana olmas. Endi men obsidianlar kovlashni boshladim. Lekin obsidian topsak ham qanday qilib nezerga ketamiz? Nimaga? Chunki bu yer bir qator-ku. Bilmadim. Portalni ustimizga ko'rsatsak ham bo'lar. Xo'sh, endi bu tomonga borish kerak. Ana. Bitta obsidian bor. Bundan o'tish qiyin bo'ladi. Qani. Birinchi obsidian.
sal qolsa o'lar edim. Sehrlash solsinami? Ha? Men qo'yib yubor. Men senga sehrlash solni qo'ydim. Hozir. Menga anvil kerak ekan. Anvil beraymi? Albatta. Skelet. Uni o'zing hal qilasan. Nega meni urasan? Skelet. Qayerda? Ana. Qani? Ana. Qani? Mana. Ay, ahmoq! Menman-ku. Nimamni sehrlasam kirkamnimi? Men esa almos bilan sehrlayman. Men kirkam sehrlamayman. Mayli, men ikkita ekan. Sehrlasam bo'ladi, ammo men mayli. Qara, menda nima bor? Anvil. Ey, Maslahatim qoch. Negadir bu videomiz juda ham zerikarli chiqyapti. Oldingi videolarimiz qiziqarliroq chiqadi. Men aslan yig'ilmam sababi chunki mening kanalimga hech kim podpiska bo'lmayapti. Kanalning foizi juda ham tushib ketgan. YouTube menga sening kanalingni o'chirishimiz mumkinligi haqida xabarlar yubormoqda. Shuning uchun tezroq video chiqarishim kerak. Va yana hech kim podpiska bo'lmasa, rostdan ham mening kanalim o'chishi mumkin. Creeperlarning o'lishi juda ham qiyin. Anvil sendami? Yo'q. Qani Qodir, endi oldimga kel. Biz hamma narsa to'lib bo'lgan narsalarimizni o'ylashimiz kerak. Bolalar, endi bu videoning oxiri deb o'ylayman. Qani Qodir, kel bu yoqqa. Anvilning oldiga kel. Qayerdasan? Biz shuncha narsa topdik, endi esa eng kuchli narsalarimizni olib sizlarga ko'rsatamiz. Nima qilyapsan Qodir? Qara Qodir, endi men senga eng kuchli narsani ko'rsat. Bu videoning oxiri, tushunyapsanmi? O'zingda bor hamma narsangni. Agar bolalar, agar Qodirdagi hamma narsani ko'rmoqchi bo'lsangiz, men sizlarga uni postlarda yuboraman. Men topgan hamma narsa Bu. Shuni.
Xo'sh bolalar, mana Qodirdagi narsalarni ko'rdingiz. Mana, Endi mendagi narsalar. mana. Ularning to'lig'ini ko'rmoqchi bo'lsangiz, mening kanalimga podpiska bo'ling. Va Ke, biz sizga urishamiz. o'shaning hammasini ko'rsatamiz. Men urushmoqchi emasman. Men aytdim senga, men sen bilan urushmoqchi emasman. Bolalar, mana videomiz ham tugadi. Xayr, men sizlar bilan albatta keyingi videolarda ko'rishib qolaman. Sizlar bilan faol umr bo'ldi. Stop. Va albatta obuna bo'lishni